Assalomu alaykum hammaga. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ya'ni bog'chalarda jismoniy tarbiya yo'riqchisi bo'lib ishlayotgan pedagoglar, bizning ish hujjatlarimiz 0801 va 0802. Bugun sizlar bilan 0801, ya'ni jismoniy tarbiya yo'riqchisining yillik ish rejasi bilan tanishamiz. Birinchi betida tasdiqlayman va ish jadvali, yo'riqchisining ish jadvali bo'ladi. Bu hafta kunlari, guruhlar, nechta guruhingiz bo'lsa va o'tilish vaqti. Bundan kelib chiqadi, kichik guruhlarda darsimiz 15-20 daqiqani, o'rta guruhlarda 20-25, katta guruhlarda 25-30 va kichik guruhlarda 30-35 daqiqani tashkil etadi. Keyingi betimizda yillik ish reja bo'lib, bu yerda yillik ish rejalar asosan yurish, yugurish, sakrash, emaklash, tirmashib chiqish, yumalatish, mayda motorika, sensomotorika va harakatli o'yinlardan iborat. Mana ko'rib turibsizlar, sanalari qo'yilgan. Bu yerda harakatli o'yinlarga sana qo'yilmagan, chunki uni siz o'sha 8 ta mashg'ulotingiz davomida birgalikda olib borishingiz yoki boshqa harakatli o'yinlardan foydalanishingiz mumkin.